Ushbu loyiha Mikrokreditbank hamkorligida Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Berdali mahallasida joylashgan 208-sonli kontirda amalga oshirilmoqda. Bu yerda urug'dan pomidor mahsuloti ekilgan. Maydon hajmi 11 gektar. Uzunligi mana bu oq uydan boshlanadi. Mana shu daraxtlarga qarab pastki daraxtgacha 580 metr. Yana bir tarafdan uzunligi mana bu tut yoqalab ketadi. Oq tomchadan boshlab pastki daraxtgacha 700 metr. Bo'yi 225 metr. Yer tuzilishi uchburchak shaklda. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar pomidor to'liq unib chiqqan va parvarish holatida. Ekinlarni yetishtirish 120-130 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 22 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun yarim gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Qamashi tomorqa xizmati MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 30-35 tonna, jami 330-385 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadi yanada oshirib boriladi. Bugungi kunda pomidor urug'dan to'liq unib chiqqan. Ishchilar dalada ishlamoqda. O'tdan tozalash va sug'orish ishlari amalga oshirilmoqda.